Biz sizga yuqori foyda keltiruvchi va aniq biznes rejalarini taklif etamiz. Tenderlarda qatnashish uchun, davlat binolarini nol qiymatda olish uchun, noto'g'ri yerlarni olish va tadbirkorlik qilish uchun, kredit olish va boshqa maqsadlarda biznes reja tayyorlash xizmati, yirik korxonalar uchun TOlar tayyorlash, imtiyozli kredit olish bo'yicha konsalting xizmatlari, oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'yish uchun onlayn ariza berish xizmati. Telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. Aytgancha Instagram sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. U yerda har kuni yangi biznes g'oyalar bilan ulashyapmiz. Ko'p gapirmasdan boshlaymiz. Agar sizga reklama kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz Safar Times kanalidasiz. Bugungi videoda biz zamonaviy, innovatsion va juda yuqori daromad keltiruvchi biznes uskunalar bilan tanishamiz. Bu texnologiyalar allaqachon dunyoning turli mamlakatlarida muvaffaqiyatli ishlatilmoqda va kelajakda katta imkoniyatlarga ega. Agar siz yangi biznes boshlash yoki mavjud biznesingizni kengaytirish haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Unda keling, videoni boshlaymiz. Birinchi, ko'z qorachig'i fotosurati biznesi. Bugungi kunda dunyo bo'yicha 7 milliarddan ortiq aholi yashaydi va har bir insonning ko'z qorachig'i naqshi mutlaqo takrorlanmasdir. Aynan shu noyoblik ko'z qorachig'i fotosuratini juda jozibador va ijodiy biznes g'oyaga aylantirdi. Ushbu xizmatning maqsadi juda oddiy. Insonning ko'zi maxsus professional uskuna yordamida juda yuqori aniqlikda suratga olinadi va keyinchalik bu surat san'at asariga aylantiriladi. Yevropaning ko'plab savdo markazlarida maxsus kabinalar o'rnatilgan bo'lib, mijoz qulay joylashadi va professional uskuna yordamida ko'z qorachig'ining aniq tasvirini oladi. Shundan so'ng surat ranglar, effektlar va dizayn elementlari bilan tahrirlanadi hamda yuqori sifatli fotografik qog'oz yoki maxsus matoga chop etiladi. Odatda mijozlar tayyor bosma rasm uchun taxminan 118 yevro, faqat raqamli faylni olish uchun esa 60 yevro to'laydi. Ushbu mahsulot o'ziga xos va shaxsiy bo'lgani sababli ko'pchilik uni yaqinlari uchun sovg'a sifatida xarid qiladi. O'zimizda ham shu biznesni ochish yaxshi foyda olib keladimi va bu mahsulotni siz 118 yevroga sotib olgan bo'larmidingiz? Izohda qoldiring. Ikkinchi, devorlarni suvoq qiluvchi robot. Qurilish sohasida avtomatlashtirish juda tez rivojlanmoqda va devorlarni bo'yovchi hamda suvoq qiluvchi robotlar buning yaqqol misolidir. Okubo Construction kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan robot devorlarni juda aniq va bir tekis qilib suvoq qiladi. Shpaklyovka va bo'yash ishlarini bajaradi. Ishni boshlashdan oldin robot butun xonani skanerlab, batafsil 3D model yaratadi. Shu ma'lumotlar asosida u oldindan tayyorlangan materiallar yordamida barcha ishlarni mustaqil amalga oshiradi. Robotning ishlash tezligi insonnikiga teng bo'lsa-da, uning asosiy ustunligi shundaki, u charchamaydi, tanaffus qilmaydi va kun-tun 24 soat ishlay oladi. Bu esa mehnat xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Uchinchi, mobil yuk mashinalari yuvish xizmati. Magistral yo'llar va logistika yo'nalishlari yaqinida joylashgan mustaqil yuk mashinasi yuvish xizmati juda foydali biznes hisoblanadi. Ushbu konsepsiya maxsus BDAC tozalash uskunasiga asoslangan bo'lib, u katta cho'tka, suv va yuvish vositalari idishlaridan iborat. An'anaviy avtomobil yuvish joylariga qaraganda bu tizim ancha kam suv va kimyoviy vositalardan foydalanadi. Bitta operator yuk mashinasi yoki avtobusni atiga 6-8 daqiqa ichida yuvib tugatishi mumkin. Transport kompaniyalari tez va sifatli xizmat uchun yaxshi haq to'lashga tayyor. Ushbu biznesni boshlash uchun uskunani xarid qilish va avtomagistral yaqinida suv manbaiga ega ochiq yuvish maydonchasini tashkil qilish yetarli. 4. RoboBurger. RoboBurger bu mini fast food restorani kabi ishlaydigan innovatsion savdo avtomati bo'ladi. Uni ichida avtomatik grill, non qizdirish moslamasi, pech, muzlatkich va ingrediyentlar dispenserlari bilan jihozlangan robot oshpaz mavjud. Bu avtomat mijoz oldida 6 daqiqadan kam vaqt ichida yangi va issiq burger tayyorlaydi. Jarayon bir necha bosqichdan iborat. Go'shtni qovurish, nonni qizdirish, sous va qo'shimchalarni qo'shish, burgerni yig'ish va taqdim etish. Odatda avtomat 3 xil burger turini taklif qiladi. Biznes egasi uchun bu juda qulay daromad manbai bo'lib, asosiy vazifa faqatgina yangi mahsulotlar bilan avtomatni to'ldirib turishdan iborat. 5. Robot massajchilar. C-Alt Robotics kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan robot massaj tizimlari tobora ommalashib bormoqda.
Ushbu aqlli qurilmalar maxsus sensorlar va kameralar yordamida inson tanasini tahlil qiladi va harakatlarini shunga moslashtiradi. Natijada massaj aniq, qulay va har bir inson uchun individual tarzda bajariladi. Foydalanuvchi massaj rejimini, bosim darajasini va musiqa tanlash imkoniyatiga ega. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, ushbu robot massajchilardan foydalangan odamlarning 98% ijobiy fikr bildirgan. Shu sababli bu texnologiya spa markazlari, sport zallari va sog'lomlashtirish markazlari uchun juda istiqbolli biznes hisoblanadi. Bizga ham shunaqa robot massajchilar kerakmi? Izohda fikringizni qoldiring. 6. Braille-Mayer qishloq xo'jaligi texnikasi. Braille-Mayer kompaniyasi asosan gidravlik motorli urug' mashinalarini ishlab chiqaradi. Ushbu texnika ishonchliligi, qulay boshqaruvi va yuqori unumdorligi bilan mashhur. Ularning ixcham o'lchami va a'lo darajadagi manevr qobiliyati tufayli bitta operator katta hududlarni oddiy traktorga qaraganda tezroq ishlov berishi mumkin. Patentlangan tishli g'ildiraklar texnikaga tik qiyaliklar, notekis va botqoq yerlarda ham ishlash imkonini beradi. Uskuna boshqaruv tutqichida joylashgan tugmalar orqali yoki 300 metr masofadan turib boshqarish mumkin. Bu texnika yer tozalash, o't o'rish va o'simliklarni yo'qotish xizmatlari uchun juda mos keladi. Bizga ham shunaqa uskuna xizmatlari kerak deb o'ylaysizmi? Fikringizni izohlarda qoldiring. 7. 3D metal printer. Metal 3D printer zamonaviy ishlab chiqarish sohasida haqiqiy inqilob qilmoqda. Matli startapi tomonidan yaratilgan metal 3D printerlar qo'shimcha qayta ishlovsiz foydalanishga tayyor bo'lgan metal detallarni ishlab chiqarish imkonini beradi. Plastik 3D printerlar asosan prototiplar uchun ishlatilsa, metal printerlar to'g'ridan-to'g'ri ommaviy ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Ishlab chiqarish jarayoni 3 bosqichdan iborat. 3D bosib chiqarish, mexanik ishlov berish va issiqlik bilan ishlov berish. Bu texnologiya sanoat, avtomobilsozlik va elektronika sohalarida murakkab metal qismlarni tez va samarali ishlab chiqarish imkonini yaratadi. 8. Mochi muzqaymoq savdo avtomati. Mochi Yaponiyaning an'anaviy shirinligi bo'lib, u butun dunyoda mashhur bo'lib bormoqda. Ushbu shirinlik yopishqoq guruch uni, suv va shakardan tayyorlanadi hamda ichiga muzqaymoq, shokolad yoki meva solinadi. Yaponiyada mochi ko'pincha savdo avtomatlari orqali sotiladi. Ushbu avtomatlar sovutilgan bo'limlarga ega bo'lib, ichida shirinlik kapsulalari joylashgan bo'ladi. Xaridor tanga tashlab, xohlagan ta'mini tanlaydi. Bu biznes modeli savdo markazlari, sayyohlik hududlari va ko'ngilochar maskanlar uchun juda mos keladi. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunaqa avtomat ham bizga kerakmi? Izohda fikringizni qoldiring. 9. Quruvchi robotlar. Fastbrick Robotics kompaniyasining Hadrian quruvchi roboti qurilish sohasining kelajagini namoyon etadi. Ushbu robot yuk mashinasiga o'rnatilgan bo'lib, uzaytiriladigan mexanik qo'llar orqali ishlaydi. Operator faqat bino shakli va g'isht terish turini belgilaydi xolos. Robot 3D arxitektura modeli asosida har bir g'ishtning aniq joyini hisoblab chiqadi. Eritmani avtomatik surtadi va g'ishtlarni yuqori aniqlik bilan joylashtiradi. Zarur hollarda elektr simlari va quvurlar uchun teshiklarni ham hosil qiladi. Ishlab chiqaruvchilarning ta'kidlashicha, bu robot oddiy quruvchiga nisbatan 20 barobar tezroq ishlaydi. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunaqa quruvchi robotlar ham bizga kerakmi? Izohda fikringizni qoldiring. 10. Mini novvoyxona. Mini novvoyxona bu ixcham, to'liq avtomatlashtirilgan non pishirish tizimidir. Ushbu uskuna mahsulotlarni aralashtiradi, xamir shakllantiradi, nonni pishiradi va sovutadi. Ular to'g'ridan-to'g'ri oziq-ovqat do'konlariga o'rnatish uchun mo'ljallangan bo'lib, xaridorlar yangi nonning qanday pishayotganini bevosita ko'rishlari mumkin. Bu esa ishonchni oshirib, savdoni ko'paytiradi. Mashinani boshqarish juda oson bo'lib, texnik bilim talab qilmaydi. Quruq aralashma solingach, tizim avtomatik ishlaydi va non tayyor bo'lganda operatorga xabar beradi. Do'stlar, bugungi video sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar sizga zamonaviy texnologiyalar, aqlli biznes g'oyalar va daromadli uskunalar mavzusi qiziq bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va albatta qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Bu biz uchun motivatsiya bo'ladi. Fikr va savollaringizni kommentariyada qoldiring. Qaysi biznes g'oyasi sizga eng ko'p yoqdi?